doktor, lazer korreksiyasi to'g'ri kelmasa va shoh pardasi yupqa bo'lgan bemorlarga nimani maslahat berasiz? Assalomu alaykum. Ko'p bemorlar bizga shu savol bilan murojaat qilishadi. Endi nima qilaman deb tushkunlikka tushib qolishadi. Tushkunlikka tushishga hech ham hojat yo'q. ICL linzalari bu holatda eng yaxshi yechim bo'la oladi. ICL bu ko'z ichiga joylashtiriladigan maxsus, juda xavfsiz biolinza bo'lib, ayniqsa 8, 10, 12, 15 dioptriya va undan yuqori minuslarda ham, shuningdek yupqa shoh parda bo'lgan bemorlarda juda yaxshi natija beradi. Bu operatsiyada biz shoh pardani kesmaymiz. Linza tabiiy gavhar oldiga joylashtiriladi va ko'z anatomiyasiga umuman zarar yetkazmaydi. Eng muhimi, bu linzani istalgan paytda olib tashlash yoki almashtirish mumkin. Ko'rish esa ko'pincha birinchi kunning o'zidayoq sezilarli darajada yaxshilanadi. Agarda shoh pardangiz yupqa bo'lib, lazer sizni ko'zingizga mos kelmagan bo'lsa va minuslaringiz juda ham yuqori bo'ladigan bo'lsa, unda ICL siz uchun eng samarali va xavfsiz yechim bo'la oladi. Agar sizda shunday muammo bo'ladigan bo'lsa, bizni klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin.